Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan milliy sertifikat 12 oktyabrdagi ikkinchi variant test tahlilini qarab o'tamiz. AB tenglik bajarilsa, AB natural son, ABni ko'paytmasi 24 bajarilsa ning eng katta qiymatini toping. Endi do'stlar B 2 ga ko'payganini inobatga oladigan bo'lsak, A ni 1, B ni 24 desak to'g'ri keladi. Shunda A1 2B bo'lganligi uchun 48, ya'ni B ga 24 deb aytyapmiz. B ga 2 ko'payganligi uchun ayrilgan 1. Birlar qisqarib ketadi-yu, 48 degan javob to'g'ri keladi ekan. Xo'p, keyingi savolimiz, birinchisi 81 darajasi 0.75. 81 o'zi bu 3 ning 4-darajasi 0.75. 3 ning 3-darajasi 27 bo'lar ekan. Birinchisining javobi 27. Endi ikkinchisi 32 minus 2 taqsim 5. 32 bu 2 ning 5-chisi o'zi aslida. Xo'p, 5 lar qisqarib ketgandan keyin 2 minus 2-chisi, ya'ni 1 taqsim 4 bo'ladi. Xo'p, uchinchisi 27 3 taqsim 0 0 3. Xo'p, 27 3 ning 3-chisi 3 taqsim 9 barobar 3 ni o'zi bo'ladi. Keyingisi 16 minus yarim. 16 bu 2 ning 4-darajasi minus yarim. 2 ni minus 2-chisi 1 taqsim 4 va oxirgisi 256 taqsim 2. 256 16 ning kvadrati 1 taqsim 2 16 ning o'zi bo'ladi. Endi o'rniga qo'yamiz har birini. Birinchisining javobi 27 chiqdi, ikkinchisining javobi 1 taqsim 4 ayrilgan, uchinchisining javobi 3 chiqdi, to'rtinchisining javobi 1 taqsim 4 chiqdi va oxirgisiga 16 chiqdi. Mana bu ikkalasini ayirib tashlasak 27 dan 4 ayirishimiz kerak ekan. Demak 27 dan 4 ayirsak 24. 3 ni ayirsak makhraj beryapmiz. 4 plus 16. Javobimiz 22 ga teng bo'lar ekan. B javob variantimizga to'g'ri kelyapti. Xo'p, navbatdagi savol 3-savol bo'ladi. A shahardan B shaharga birinchi avtomobil o'zgarmas tezlik bilan 120 km tezlik bilan 10 daqiqadan so'ng esa, demak A shahardan B shaharga birinchi avtomobil o'zgarmas tezligi bilan v A tezlik bilan ketyapti. 120 km tezlik bilan ekan. 120 km tezlik bilan. Tezlik bilan soatiga. H hour degani bu, demak kilometr soat tezlik bilan. 10 daqiqadan so'ng esa ikkinchi avtomobil. 10 daqiqadan so'ng, demak mana bu avtomobilimiz 10 daqiqa ko'proq yurgan. Qancha yursa ham 10 daqiqa bu ko'proq yuryapti. Keyingisi esa t vaqt yuryapti. Tak. Va ikkinchi avtomobilimiz 150 km soat tezlik bilan. Buni tezligi t o'zi bo'lsin, t vaqt yurdi. Bu esa keyin t plus 10 daqiqa ko'proq. Ya'ni 10 daqiqa ko'proq yuryapti bu. Ular bir shaharga bir vaqtda yetib keldi. A va B shahar orasida masofani toping debdi. Demak, masofa S bo'lsin. 120 km tezlik bilan yurgan vaqti va A t plus 10 daqiqa. 10 daqiqani soatga aylantirsak, 10 daqiqani soatga aylantirsak, 10 taqsim 60 bo'ladi-da. 1 taqsim 6 soat bo'ladi. 1 taqsim soatning 6dan birida. Ikkinchisi esa VB. T vaqt bilan tezlik yuryapti mana. Ikkalasini tezligi teng bo'lganligi uchun tezligi deb mana masofasi bir xil bo'lgani uchun tenglashtirib yuboraman. Demak VA ni o'rniga necha yozsam bo'ladi? Xo'p, mana pastga olib turay. Mana bu yerga olib turay. Xo'p. VA degani 120 degani. 120 T plus 1 taqsim 6. Xo'sh, VB degani 150 degani. 150 T. Hop, 30 ga qisqartirsak bu 5, bu 4, qavs ochib yuborsak 4 t, 2 taqsim 3, 5 t, demak t o'zi 2 taqsim 3 ekan. 2 taqsim 3 degani endi bu 60 ga ko'paytirsak agar 2 taqsim 3 60 ga ko'paytirsak 40 minut degan, 40 daqiqa degan. Xo'p, B shahar A va B shahar orasida masofani toping deyapti. Xohlasak bunga qo'yamiz, xohlasak bunga qo'yamiz. Keling mana bunga qo'yamiz. Va bir nechaga teng edi bizda? 150 ga teng edi. Vaqticha 2 taqsim 3 qisqartirsak 50 bo'lyapti, ko'paytirsak 100 soatda. 100 kilometr ekan. 100 kilometr. 3 ning javobi A variant bo'lar ekan. 4. To'g'ri to'rtburchakni eni 25% ga. Bo'yi 20% ga ortgan bo'lsa, yuzi qanday o'zgardi? 25% ga ortgan degani bu 125% degani. 20% ga ortgan degani bu 120% degani. 125 degani 1.125 sonda. Bu esa 1.2 sonda.
Demak bu 5 taqsim 4 bo'lsa, bu 6 taqsim 5 bo'lsa, qisqartirsak 1,5 degani. 1,5 degani 150% degani. 150% degani bu 100 dan qancha ko'p? 50% ko'p. Demak 50% ortgan. 4-savolimiz javobi bu. Xo'p, 5-savol. 77 ni quyidagi ko'rinishda yozsak bo'ladi do'stlar. 77m 77m. Ikkita ekanda, to'g'rimi? Shunday yozsak bo'ladi. Pastda 7m taqsim 7 ni birinchisi 11m. 7m taqsim ko'paytirgan 11 o'zi bo'lar ekan mana. Xo'p, mana bu ikkalasi mana bitta bu bilan mana bu 77 ham ketadi. Mana bu 77 bilan mana bu ikkalasi ketadi. Xullas, nima qoldi? Bu 7 tepaga chiqsin, 11 pastda turaversin. 7 taqsim 11. Va javob. Keyingi navbatdagi savolimiz. Xo'sh, ikkalasidan ildosti 3 qavsini tashqari chiqarib yuboraylik. Mana bu ikkalasidan ildosti 3. Ildosti 3 chiqarsak, shunda ildostida 2 plus 2 bo'ladi. Bundan minusni chiqarib yuboradigan bo'lsak, mahraj desa, mahrajda ham xuddi shunaqa. Ildosti 3 chiqarsak, ildosti 3 2 plus 1 bo'ladi. Bundan endi ildosti 2 plus 1 chiqadi mana. Ni kvadrat. Endi ikkalasidan yana boyaga ildosti 2 plus 2 ni chiqarib yuborsak, ildosti 3 minus 1, ildostida 3 minus 1, ildostida 2 plus 2 1. Ni kvadrat. Bu bilan bu ketadi. Xo'p, endi bu ikkalasini agar bo'lib yuboradigan bo'lsak, mana ikkalasi bir xil. Bu ikkalasini bo'lib yuboradigan bo'lsak, mana bu ildosti 2 ga teng. Ildosti 2 ning kvadrati esa 2 ga teng bo'ladi. Bu 6-savolimiz javobi A varianti. 7-savolga e'tibor beramiz do'stlar. Demak, bu yerda o'xshashlari bor. O'xshashlari qavsini tashqari chiqarsak bo'ladi. Demak, suratdan 3 ni olib chiqamiz. Mahrajdan esa 2 ni olib chiqsak bo'ladi. Va kub ildosi 2 ni olib chiqsak bo'ladi. Demak, 3 taqsim 2 kub ildosida 2. Qasini tashqari olib chiqib ketyapmiz. Tepada 1 qoladi, pastda 1 plus kub ildosida 2 qoladi. Minus 1 taqsim 1 minus kub ildosida 2. Xo'p, endi umumiy mahraj berib hisoblaymiz. 3 2 kub ildosida 2. Hop, bunga umumiy mahraj nima bo'ladi? 1 plus kub ildosida 2 va 1 minus kub ildosida 2. Bunga 1 minus kub ildosida 2 bo'lsa, bunga 1 plus kub ildosida 2 bo'ladi. Xo'sh, shunda 1 minus kub ildosida 2 minus 1 minus kub ildosida 2. Birlar qisqarib ketadi. Barobar 3 taqsim 2 kub ildosida 2 va bu minus 2 kub ildosida 2 taqsim 1 minus kub ildosida 4 barobar. Xo'p, bu bilan buni ham qisqartirsak bo'lar ekan. Minus pastga ta'sir qildiradigan bo'lsa, kub ildosida 4 minus 1 bo'ladi. Bu tayyor. Xo'p, endi buni irratsionallikdan qutqarsak ham bo'ladi do'stlar. Irratsionallikdan qutqarish qanday bo'ladi? Kub ildosida 4 minus 1, kub ildosida 16, kub ildosida 4 va kub ildosida suratga ham, tepaga ham, pastga ham ko'paytiryapmiz. 3-darajaga o'xshatyapmiz. A kub, B kub, A kvadrat, A kub minus B kub formuladan foydalanyapmiz. 3 16 plus kub ildosida 4 plus 1 taqsim. Past endi 4 minus 1, ya'ni bu bilan qisqaradida. Keyin chiqqan javobni sekin qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Kub ildosida 16 plus kub ildosida 4 plus 1 plus kub ildosida 4. Kub ildosi 4 ikkita bo'lganligi uchun, demak kub ildosi 16 plus ikkita kub ildosi 4 plus 1 bu bizga albatta kub ildosi 4 plus 1 ning kvadratini beradi. C javobga to'g'ri keladi. Xo'sh, 8-savolimizga to'g'ri kelib qoldik. Shartni bajaradigan debdi. Tak, tepani tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, mana bu ko'paytiruvchilarga ajratsak, x minus 2, x minus 4 bo'ladi. Mahraj esa x minus 1 bo'ladi. Xo'p, bu esa x minus 4 tepa, past esa x minus 2 1 bu. X minus 2, x minus 1. Xo'p, kichik yoki teng 0 dan. Endi ko'rib tursiz, x minus 4 olib chiqib ketamiz va x minus 1. Mana bu ikkalasi bir xil. Buni olib chiqib ketyapmiz. Nima qoladi? X minus 2 ayrilgan 1 taqsim x minus 2 qoladi. Kichik yoki teng 0. Bu mahraj x minus 2 bo'lsa, x minus 4, x minus 1. Hop, ko'paytirilgan x minus 2 ning kvadrati minus 1 taqsim x minus 2 kichik yoki teng 0. X minus 4, x minus 1
Mhm. Xo'p, keyin bu a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha yozadigan bo'lsak, bir marta x minus 1 ga qo'shamiz, bir marta ayiramiz. X minus 3, x minus 1 taqsim x minus 2 kichik teng 0. Xo'p, endi hisoblaymiz. Tek 1, 2, 3, 4 kelyapti. 1, 2, 3 va 4. Musbat, manfiy, musbat, manfiy va manfiy. Bizdan manfiy so'ralgan ekan. Natural sonlar ko'paytmasini so'ralgan ekan. 3 bilan 4 ekan natural yechimlar, faqat 12 ni o'zi bo'lar ekan. Demak, S javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. 8-savolimizda S javob variantiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, 9-savol arifmetik progressiya. Bizada A31, A11 bor. A31, A11 plus 20 deb yozamiz. Shunda A31imiz minus 20, A11imiz 40 plus 20 d. Shunda d teng bo'ladi minus 3 ga. D minus 3 ga teng bo'lsa, xo'p, bizadan nimani so'ragan? A101, A101 ni yozishimiz mumkin. A31 plus 80, 80 emas, 70 deylik. 70 d desak bo'ladi. 91 esa A31 plus 60 d desak bo'ladi. A31imiz minus 20, 70 ko'paytiruv d minus 3 ga teng. Past esa minus 20 plus 60 ko'paytiruv minus 3 ga teng. Tepa minus 210, minus 210 bo'lsa 230 bo'ladimi shunda? Past esa minus xolos minus 200 bo'ladimi? Qisqartirsak 23 taqsim 20. 23 taqsim 20. Albatta bu yana S javobga to'g'ri kelar ekan. Hop, 10-savolga o'tib olamiz. 10-savolimiz geometrik progressiyani dastlabki 3 ta hadning yig'indisi hadi bo'lsa, buni hisoblang. Demak, mana 3 ta had ekanda. Bu B1, mana bu B2, mana bu B3. Bu ayni paytda progressiyani xossasidan foydalanish kerak bo'lgan vaqt mana. Shu xossadan foydalanamiz. B1 logaritm 2 asos ko'ra x minus 2. Hop, B2. B3 logaritm 2 asos ko'ra 4x plus 5. Bu esa logaritm 2 asos ko'ra 2x va logaritm 2 asos ko'ra 2x. Mana shunaqa ko'rinishda. Xo'sh, ba'zi bir o'zgartirishlar kiritib olamiz. Shuni e'tirofga qo'yaylik. Logaritm 2 asos ko'ra x deylik do'stlar, a harfi bilan belgilaylik. U holda logaritm 2 asos ko'ra 4x, logaritm 2 asos ko'ra 4 plus logaritm 2 asos ko'ra x bo'ladi-da, 2 plus a bo'ladi. Xo'p, logaritm 2 asos ko'ra 2x esa logaritm 2 asos ko'ra 2, logaritm 2 asos ko'ra x 1 plus a. Uni qo'yamiz. Birinchisi a minus 2, ikkinchisi 2 plus a plus 5, uchinchisi 1 plus a ni kvadrat. Xo'sh, a minus 2, a plus 7, 1 plus a ni kvadrat. A kvadrat minus plus 5a minus 14. A kvadrat plus 2a plus 1. A kvadratlar ketdi. Hop, 3a minus 15. A teng minus 5. A nima edi o'zi bu? Logaritm 2 asos ko'ra x minus 5. X teng bo'ladi 1 taqsim 32. Xo'sh. Minus bo'lmas ekan mana. 32 ni o'zi bo'lar ekan. 32 o'zi degan javob D variantga to'g'ri keladi. Xo'p, bu 10-savolimiz bo'ldi do'stlar. 11-savol. 11-savolga e'tibor qaratamiz. Xo'sh, mana bundan x ni chiqarsak, x kvadrat plus y kvadrat bo'ladi-da. Plus xy, x kvadrat plus y kvadrat taqsim x minus y. X kvadrat plus y kvadrat qasmni tashqari chiqarib olsak, x minus x plus xy taqsim x minus y bo'ladi. Mana. Endi x kvadrat plus y kvadrat
unga x minus y bo'ladigan bo'lsa, x kvadrat, mana minus x y ko'paytirsak, bu bilan bu qisqarib ketadi-da. Shunda x minus y o'zi qoladi. Bu tayyor. Endi ikkinchisi, bunga ham x plus y ko'paytiradigan bo'lsak, minus x kvadrat qoladi, bu qisqarib ketadi mana. Endi nima bo'ladi shu ikkinchi qavs desa, bu birinchi ishida, ikkinchi ish nima bo'ladi desa, minus x kvadrat taqsim x plus y. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi hammasini yozamiz, teskari qilib yozishimiz kerak uchinchisida. Birinchisini yozamiz, x kvadrat plus y kvadrat, x kvadrat x minus y. Ko'paytirilgan ikkinchisi minus x kvadrat x plus y ko'paytirilgan x kvadrat minus y kvadrat x kvadrat plus y kvadrat. Mana bu bilan qisqaradi. Mana bu x kvadrat bilan bu x kvadrat qisqaradi. Bu ikkalasi bilan mana bu qisqaradi. Xolos minus x kvadrat qoladi. Minus 3 ning kvadrati. A variant minus 9. 12-chi savol, 12-chi savol. 12-chi savol. Demak, tepa nolga tenglashtirsak, 25x minus 5 barobar 0, x teng bo'ladi 1 taqsim 5 ga. Past x minus 1 barobar 0, demak x teng 1 ga. Hop, 1 taqsim 5 va 1. Musbat manfiy yarim bersak. Bu ham musbat ekan. Bu manfiy ekan. Bizdan musbat so'ralgan. Va javob 12-chi savol va javob. 13-chi savol. Tenglama ildizlar x1 x2 bo'lsa 1 taqsim x1 kvadrati bo'lgan kvadrat tenglamaning koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Ildizlar 1 taqsim x1. Aha. Demak, 1 taqsim x1 kvadrati 1 taqsim x2 ning kvadrati bu minus p ekan. 1 taqsim x1 kvadrati 1 taqsim x2 ning kvadrati bu qo'y ekan. Endi buni hisoblab qo'yamiz. Xo'sh, buni qanday topamiz? x1 kvadrati x2 ning kvadrati taqsim x1 kvadrati x2 ning kvadrati minus p. Yaxshi. Mana bu yerdan birinchi do'stlar x1 x2 ni hisoblab olaylik. x1 x2 vet teoremasi ko'ra buniki. 6 taqsim 7. Buniki esa x1 x2 ko'paytmasi 1 taqsim 7. Mana bu kvadratini hisoblab ko'rishimiz kerak. Buni kvadrati x1 plus x2 ning kvadrati teng 6 taqsim 7, 36 taqsim 49. Ochib chiqadigan bo'lsak, x1 x2 plus 2 x1 x2 bo'ladi va 36 taqsim 49. Shunda x1 kvadrat x2 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 7. 36 taqsim 49. Xo'p, nima bo'ldi endi shunda bu? x1 va x2 ning kvadrati. Bu tarafga olib o'tilsa 2 taqsim 14, 24 taqsim 49 bo'lar ekan. Bu esa 1 taqsim 49 bo'ladi. Minus p, ya'ni p minus 24 ga teng bo'lar ekan. Bu tayyor birinchisi, endi quvchi. Bu ham tayyor 1 taqsim 49 ekanligi. X kvadrat minus 24x plus 1 taqsim 49 barobar 0. Aha. Hop, bizdan nimani so'ragan? Xo'sh, hozir shu yerda nimadir xato qildikmi? Bu tarafga olib o'tsak kvadrati. Hop. 2x bir x2 1 taqsim 7. Hop, 7 14 20 14 34 36 14 22. Demak, avvalo 22 ekan bu birinchisi. Xo'sh, endi 1 taqsim x1 1 taqsim x2 ning kvadrati x1 o'zi x1 x2 1 taqsim 49 o'zi 1 taqsim 49 1 taqsim 1 taqsim 49 tepaga 49 bo'lib chiqadi. Demak, mana 49 ga teng. Xo'p, bizdan nimani so'ragan? Koeffitsiyentlar yig'indisi. Koeffitsiyenti 1 ekan. 1 minus 22 ekan, plus 49 ekan. 50 dan 28 bo'ladi xolos. S javob. Xo'sh, endi
Buni bir hisoblab chiqamiz do'stlarim. Deylik 7x ni a deb belgilab olaylik. 7x minus 1 nima bo'ladi? 7x taqsim 7, ya'ni a taqsim 7 bo'lsin. Hop, 7 2x esa a kvadrat bo'lsin, 7 3x esa a kub bo'lsin. Ana shunaqa ko'rinish bo'lsin. Demak, a kub plus 1 a taqsim 7 55a minus 41. Qavs ochamiz. A kub plus 1 55a kvadrat taqsim 7 minus 41a taqsim 7. Demak, 7a kub plus 7 55a kvadrat minus 41a. Bir tarafga o'tamiz. 7a kub plus 7 takmil qilaylik. Minus 55a kvadrat plus 41a plus 7 kichik yoki teng 0. Hop, bundan javob nima chiqadi? Qani. A ni o'rniga qanday son bersak to'g'ri kelar ekan? A ni o'rniga 1 bersak to'g'ri kelar ekan, qarang. A ni o'rniga 1 bersak 7 minus 55 plus 41 plus 7 teng bo'lyapti mana 0 ga. 14.55 demak. A ni o'rniga 1 bersak to'g'ri keladigan bo'lsa, demak buni bo'lsak bo'ladi. A minus 1 ga bo'lsak, hop, aytaylik, bo'lib ko'ramiz. 7a kub minus 55a kvadrat plus 41a plus 7. Shuni a minus 1 ga bo'lamiz. Hop, bunda bo'lsak 7a kvadrat 7a kub bo'ladi. Minus 7a kvadrat. Hop, minus 48a kvadrat plus 41a. Endi minus 48a ga ko'paytirsak, minus 48a kvadrat plus 48a ayirib tashlasak, minus 7a plus 7 minus 7 ga ko'paytirsak. Minus 7a plus 7 demak, hop, 7a kvadrat minus 48a minus 7 kichik yoki teng 0. Hop. Endi bundan nima qilamiz? Xo'sh. A minus 1 mana bu. Xo'sh. Aytaylik. 7 bilan 1 taqsim 7 tushadimi? 7 ni kvadrati 7 tushar ekan. Demak, 7 bilan 1 taqsim 7. A minus 7 1 taqsim 7 kichik yoki teng 0. Mana shu tushar ekan do'stlar, chindan. Mana bu kvadrat tenglamamiz ildizi. Xo'sh. Ko'paytirsak, ayirsak. Xo'sh, 7 ga minus 1 taqsim 7 ni ko'paytirsak minus 1, 7 ga minus 1 taqsim 7 ni qo'shsak 48. To'g'ri. Hop, a nima edi o'zi? 7x edi, barobar 1. Mana 1 ga tenglashtirsa x teng 0 bo'ladi. 7x barobar 7, x teng 1 bo'ladi. Va 7x barobar minus 1 taqsim 7 bo'sh to'plam. Demak, 0 bilan 1 faqat. Tengsizlik nechta butun son qanoatlantiradi degan ekan. Faqat 0 bilan 1 qanoatlantiryapti. Ikkita bo'lyapti. C variant bo'lyapti. C variant. Xo'p, keyingi savolimiz bu avval ham kelgan edi. Qator misollar, bu yerdagi qator misollar avval ham kelgan ekan. Bu 14 ham kelgan edi. 13 ham agar adashmasam bo'lsam, 12 ham qator kelgan. Bungacha bo'lgan milliy sertifikat imtihonlarida qatnashgan bu savollarimiz. Xo'p, tepani yoyib borsak ham bo'ladi. Pastga e'tibor qaratadigan bo'lsak, sin kvadrat pi taqsim 4 pi taqsim 4 minus x. Shuni birinchi yoyib borsak, nima bo'ladi bu? Sinus pi taqsim 4 cosinus x minus cosinus pi taqsim 4 sinus x. Xo'p, nima edi bu? Ildiz 2 taqsim 2 da. Ildiz 2 taqsim 2 ni qasni tashqari chiqarib olsak, cosinus x minus sinus x bo'ladi mana. Kvadrati bo'lganligi uchun do'stlar, men sekin kvadrat qo'shib qo'yamiz. Kvadrat bo'lsa, endi buni kvadrati, buni ham kvadrati bo'ladi. Buni kvadrat 1 taqsim 2 bo'lsa, cosinus x minus sinus x bo'ladi. Kvadrat. Bu bilan mana bu qisqarib ketadi-da. Tepada 1, pastda 1 taqsim 2 bo'lgani uchun 2 degan javob qoladi. Bu A variantga to'g'ri keladi 15. 16-savol. 16-savolda endi
Tak, logaritm 2 asos ko'ra x a deb belgilab olsak, a kvadrat plus x minus 1 a plus 2x minus 6 barobar 0. Xo'p, shunda a kvadrat plus x minus 1 a 2 ni qarsini tashlab chiqarsa x minus 3 barobar 0. Tak, Vet teoremasiga ko'ra 2 bilan x minus 3 bo'ladi. Faqat endi kelishib olishimiz kerak bo'ladi. Ildizlar yig'indisi a1 bilan a2 yig'indisi 1 minus x bo'lishi kerak ekan. a1 bilan a2 ko'paytmasi. Hop. 2 x minus 3 bo'lishi kerak ekan. Yaxshi. Qaysi biri? Xo'p. Buni ham desak bo'ladi menimcha. Aha. 3 minus x va minus 2. To'g'ri keladi. Ko'paytirsak shuni beradi. Qo'shsak buni beradi. Demak, logaritm 2 asos ko'ra x barobar minus 2. X teng bo'ladi. Minus 2 ni minus 2 darajasi 1 taqsim 4. Logaritm 2 asos ko'ra x barobar 3 minus x. Hop. Endi bu x teng bo'ladi 2 3 minus x. Hop, x o'rniga deylik 2 bersak to'g'ri kelar ekan bunda. Javobimiz mana shu ko'rinish bo'lyapti. Ya'ni 2 bersak 2 barobar 3 tak 2 3 minus 2 bo'lyapti-da. 2 bilan 1 taqsim 4 ildizlar ko'paytmasi nechaga teng deb savol so'ragan. 1 taqsim 4 1 taqsim 2 1 taqsim 4 ni 2 ko'paytirsak albatta 2 degan javob chiqadi. A varianti. Xo'sh, keyingi tenglama ildizlar ko'paytmasi tenglama ildizlar yig'indisini toping debdi. Ildizlar yig'indisini topishga harakat qilib ko'ramiz. Hop, avvalambor mana plus 1, bu plus 4, minus 2, plus 7. Bu ikkalasining yig'indisi 5 ga teng. Bu ikkalasi yig'indisi 5 ga teng. Ikkita qavs ochib olamiz. X kvadrat plus 5x plus 4. Hop, keyingi ikkita qavs x kvadrat plus 5x minus 14 barobar 19. Agar mana bu y deb oladigan bo'lsak, bu ham y bo'ladi. Ya'ni x kvadrat plus 5x y deb olyapmiz. Shunda y plus 4 y minus 14 barobar 19. Y kvadrat minus 10y minus 56 65 bo'ladi. 56 65 75. 75 bo'lar ekan. Minus 5 15. Yaxshi. X kvadrat plus 5x barobar minus 5. X kvadrat 5x plus 5 barobar 0. Diskriminant x bilan x yig'indisi minus 5 ga teng. Hop, keyingisi x kvadrat 5x barobar 15. X kvadrat 5x minus 15 barobar 0. Hop, diskriminant musbat, demak x bilan x yig'indisi bu yerda minus 5 ga teng. Ildizlar yig'indisi minus 5 minus 5 minus 10. A javob varianti. Tak. Kosinus 3x va sinus 2x oralig'ida nechta yechimga ega degan savol berilibdi. Demak, bu savolga javob berib ketamiz. Hop, avvalambor do'stlar, kosinusni pi taqsim 2 minus 3x desak bo'ladi. Minus sinus 2x barobar 0. Hop, sinus x minus y formuladan foydalanishimiz kerak. Sinus x minus sinus y degan formuladan foydalanamiz. 2 sinus x minus y taqsim 2 bo'ladi va kosinus x plus y taqsim 2 ga teng bo'ladi. Hop, shuni xulosasida, demak sinus pi taqsim 2 minus 3x minus 2x taqsim 2 va kosinus pi taqsim 2 minus 3x plus 2x taqsim 2 barobar 0. Va oralig'ida nechta yechimlar sonini hisoblasak bo'ldi ekan. Demak 2 sinus pi taqsim 4 minus 5 x taqsim 2. Hop, kosinus pi taqsim 4 minus x taqsim 2 ekan barobar 0. 0 ga tenglashtirish ishlab qo'yamiz. Demak, birinchisi. Hop, sinus pi taqsim 4 minus 5x taqsim 2 barobar 0. Pi taqsim 4 10 ni almashtirsak ham hech narsa qilmaydi. 5x minus pi taqsim 4 barobar pn. 5x taqsim 2 barobar pi taqsim 4 plus pn. Hop, 2 ko'paytiramiz va 5 ga bo'lamiz. 2 ko'paytirsak bu bilan ketadi, 2 qoladi bu yerda 2 bo'ladi. 5 ko'paytirsak pi taqsim 10 plus 2 pn taqsim 5. Bu birinchisi tayyor. Endi ikkinchisi-chi. Buni endi joylashtiramiz-da. Hop, qaysi oralig'ida? Minus pi taqsim 2 dan minus pi taqsim 2 dan pi gacha bo'lgan oralig'. Yaxshi. Ikkinchisi nima deydi? Ikkinchisi kosinus pi taqsim 4. Tak. Buni ham 10 ni almashtirsak bo'ladi. X taqsim 2 minus pi taqsim 4 barobar 0 bo'lsa, demak
x taqsim 2 minus pi taqsim 4 plus pn pi taqsim 2 plus pn bo'ladi. Pi taqsim 4 olib o'tadigan bo'lsak, 3 pi taqsim 2 bo'ladi. 3 pi taqsim 4 bo'ladi. Plus pn 2 ga bo'lib yuboriladigan bo'lsa, 3 pi taqsim 8 plus pn taqsim 2 bo'ladi. Bu ham tayyor. Xo'sh, ketdik. Minus pi taqsim 2 dan, demak, minus pi taqsim 2 deganimiz minus pi taqsim 2 dan to pi gacha deganimiz, do'stlar, bu minus 90 gradusdan to 180 gradusgacha degani. Xo'sh, buchi. Bu endi 18 gradus plus 72 n degani. Mana bu esa 22 77,5 mi? 67,5 mi? 67,5 45 n degani. Hop, enga qiymat berib shu oraliqqa solamiz. Mana bu oraliqda n nechta n ketadi? Bitta hisoblaylik qani. Tepasi uchun. Hop, 0 bersak bo'ladimi? 0 bersak bo'ladi. -1 chi bo'ladi, -2 chi yo -2 o'tib ketarkan. -1 mumkin, 0 mumkin tepadagi uchun. Mana bu oraliqqa tushadi. 2 chi, 2 ham mumkin, 1 mumkin, 2 ham mumkin, 3 oshib ketdi. Endi bu pastdagi mana bu uchunchi. Hop, n barobar -1 mumkinmi? -2 chi, -2 ham mumkin ekan. -1 mumkin, 0 mumkin, 1 mumkin, 2 mumkin, 3 yo 3 mumkin emas ekan. Demak, jami nechta bo'lyapti hozir shu yerda? Tepada 4 ta, pastda 5 ta, 4 ga 5 va bu yerda bir xillari bor aniq. Qaysilari bir xil desa, shunga qarab o'tib ketamiz. Demak, 1 bersak, bu 90 bo'ldi. Bundan 90 bo'ladigani bormi? Tak, pi taqsim 2. Pi taqsim hop. Mana 45 da o'tib ketibmiz. 90 emas mana bu. Pi taqsim 2 90 emasmi shu? 90 ku bu. Agar 90 bo'ladigan bo'lsa, o'z fikrimizni o'zgartiramiz endi. -1 mumkin. Shu oraliqqa tushish uchun mana bu oraliqqa 0 mumkin, 1 mumkin, 2 endi 2 oshib ketadi. 3 ta. Tepada 4 ta, pastda 3 ta. Javob 7 ta ekan, C varianti. Xo'sh, ifodani eng katta qiymatini hisoblang debdi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, eng katta qiymatini hisoblang. 3 mi bu? 3 ni mana bu ko'rinishda yozsak bo'ladi. Hop, 2 x 8. 2 dan 8 gacha. X o'rniga 8 beramiz, 2 beramizmi? Mana buni t deb y desak, bu y kvadrat bo'ladi. Hop, 9y minus y kvadrat. O'suvchimi, kamayuvchimi bu? Hisoblab ko'ramiz, o'suvchimi, kamayuvchimi. Hop, deylik. X o'rniga 2 bersak nima bo'ladi-yu? 8 bersak nima bo'ladi? Shunga javob berib ketishimiz kerak ekan. Yaxshi? Nega javob bermaymiz? Xo'sh, x o'rniga 2 berib ko'raylik. 9 1 taqsim 2 ko'paytirib 2 minus 2 ni kvadrati minus 1 taqsim 2 ko'paytirib 2 minus 2. To'rtinchisi 2 lar ketadi, bu ham ketadi. 1 dan 2 ni ayirsak minus 1, demak 9 bu esa 1 minus 1 8 ekan. Yaxshi. Endi x o'rniga 8 bersakchi. Hozir x o'rniga bu berdik. X o'rniga 8 bersak nima bo'ladi? 9 1 taqsim 2 8 minus 2 kvadrat. Hop, 1 taqsim 2 8 minus 2 ni to'rtinchisi barobar 4 2 9 ko'paytirib 4 minus 4 2 bo'ladi 16. Demak 36 minus 16 javob 20. Menimcha 20 eng kattasi bo'lsa kerak. Xo'p, 19-savolimizning javobi B bo'lyapti. Keyingi savol esa xo'sh, tepani ham, pastni ham deylik do'stlar, x ga bo'lib yuboraylik, yo y kam. Y kvadrat kam. Tepani ham, pastni ham y kvadratga bo'lib yuboramiz. Y kvadratga bo'lib yuboramiz. Shunda x kvadrat taqsim y kvadrat minus y kvadratga bo'lsak, x taqsim y bo'lar ekanda. Past esa x taqsim y bo'lar ekan, pasti ham.
Hop, buni ham bir-biriga bo'lib yuborsak, x taqsim y bo'lar ekan. Mana bu bilan bu -1. Bu x taqsim buni bunga bo'lsak, xullas mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Keyin buni bunga bo'lsak 1. Bu 2023 dan 1 ayirsak 2022. Ah. Hop, 20-savolimiz ketdi. 21-savolimiz. 21-savolimiz. Endi bu yerda do'stlar nima qilamiz? X kvadratni mana bunday yozib olamiz. X kvadrat plus x kvadrat plus 1 taqsim x4 x kvadrat dx. Hop. X kvadratni x4 plus x kvadrat dx deb yozib olsak, bunisini esa x kvadrat plus 1 taqsim x4 plus x kvadrat dx desak bo'ladi. Bu tepa nima bo'ladi? 1 taqsim x kvadrat plus 1 dx. Buni tayyor, demak arctangiz. Buchi. Bu 1 taqsim x kvadrat o'zi dx. Bu ham tayyor. Hop, buni boshlang'ichi arctangiz x bo'lsa, plusi, plusi shartimiz keyin oxirida yozib qo'yamiz. 1 taqsim x kvadratcha x minus 2 darajasi plus 1 minus 2 darajasi plus 1 demak minus 1 taqsim x. Minus 1 taqsim x. Ana endi plus desak bo'ladi. 21 variantga to'g'ri kelyapti. 22-savol. Nechtasi juft funksiya? Tak, juft funksiya, juft funksiya. Demak, juft funksiya umumiy hisobda. Juft funksiya, juft funksiya. Bu ham juft funksiya umumiy hisobda. Tog' funksiya, juft funksiya, demak juft ham emas, tog' ham emas. Hop, tog' funksiya, juft funksiya, juft funksiya. Demak, juft funksiya. Nechtasi? 3tasi. S. 22-savolimiz javobi. Hop, 23-savol. Markazi to'g'ri 3 nuqtada bo'lgan aylana O, Y o'qiga urinadi. Markazi to'g'ri 3 nuqtada bo'lgan aylana O, Y o'qiga urinadi degani bu urinsa, mana radius 4 ga teng degani. Shu aylana radiusini toping. 4 bajavob. Xo'sh, 24-savolimizga ABC uchburchak deb yozilgan ekan. Bu o'tgan yillarda ham, o'tganlarda ham kelgan bu. Demak, ABC uchburchagimiz. ABC uchburchak. Hop, 160 ga teng ekan. BF ABni yarmiga teng. BF qayerda? Yo'nalishdosh ikkalasi. Yo'nalishdosh mana yarmiga teng. Ya'ni mana bu 2x bo'lsa, mana bu yer x deyapti. ABni yarmiga teng deyapti. B esa B'sini yarmiga teng. B esa B'sini hop, B'si mana bu yerda, B mana bu yerda ekanda, demak. Bu y bo'lsa umuman olganda yarmiga teng degani bu o'rtasida bo'ladimi? Mana bu yerda B mana bu yerda bo'lar ekan. B'sini yarmi. Agar ayt y bo'lsa, B esa, bu ham y bo'lsa, demak B's o'zi 2y bo'lib turibdi, B esa y da o'zi bo'lib turibdi. Bizdan savol so'ragan B mana F edi. Mana shu uchburchak yuzini top degan mana. Mana shu uchburchak yuzini top. Ayo, momo yo'q, topamiz. Bu alfamidi? Xo'sh. Endi bizda xullas mana bunaqa vaziyat bo'lib turibdi. Mana bu yer 2x, bu yarmigacha y. Mana bu x. Mana bu uchburchak yuzini topishimiz kerak bo'ladi. Mana alfa bo'lsa, hop, 60 teng bo'ladi. 2x 2y taqsim x sinus alfa bo'ladi. Ikkilar qisqarib ketadi-da, 30 bo'ladi. X y sinus alfamiz. Mana buchi. Bu ham 180 minus alfa. Praktik alfa deb qo'yaveraylik. Xato-yu. 180 minus alfa deylik, mayli. Yuzada ahamiyati yo'qda sinus uchun. X y taqsim 2 sinus alfa deb ketaveramiz lekin baribir. 30 taqsim 2 bo'ladi, 15 bo'lar ekan. X y sinus alfani hisobladik nechaga tengligini. 15. 24 javobi. Variant dedik yana. Funksiyaning ikki to'g'ri oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlar yig'indisini toping debdi. Eng katta va eng kichik qiymatlari. Ikki to'g'ri oraliqda. Endi bu funksiyaning o'zi grafiga 3/1 bo'ladigan bo'lsa, grafigi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Y 1 ga keladi, 3 ga keladi,
Mana bunday, mana bunaqa sinadi va yana qaytib ketadi. Bizada 2, 4 deyapti. 2 taxminan mana bu yerda bo'lsa, 4 taxminan mana bu yerda. Shu oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlarni toping debdi. Shu oraliqdagi eng kichik qiymat degani bu do'stlar, y ga nisbatan aytilyapti. Qiymatlar yig'indisi demak. Va eng kichkina qiymati tabiiyki 0 bo'lib turibdi. Eng pasti 0. Xo'p, 2 berganimizda va 4 berganimizda necha chiqadi? Shuni bilishimiz kerak. Qaysi biri balandroq bo'ladi? Eshitdingizmi mana bu? Yetarlicha xato. Shuning uchun y x o'rniga 2 beradigan bo'lsak, 2 ni kvadrat 4 ko'paytirib 2 plus 3 y barobar bu necha bo'ladi mana bu? 4, 8 minus 1, xullas 1 ekan. Mana y 1 ga teng. 1, y 1 ga teng. 4chi, 4 berganimizda necha bo'ladi? 4 kvadrati minus 4 ko'paytirib 4 plus 3. Bu 3 ga teng ekan. Bu sal balandroq ekan. Bizda mana yerda bo'lish kerak ekan, 4 mana. 4 mana yerda bo'lish kerak ekan bu yerda biz. Y 3 ga teng. Hop. Endi mana 3 nechaga tengligini bilib qo'yishimiz kerak. O'rta arifmetiga bo'lardi 2. 2 berganimizda necha chiqadi? Shunga bir to'xtalib o'tib ketaylik. 2 bersak o'rtasida o'zi hozir o'rtasi ekanda mana bu. 2 bersak mana 3 1 ga teng ekan. Demak 4 mana bu javobimiz eng katta qiymatimiz 3 ekan. Eng kichik qiymatimiz oraliqdagi eng katta qiymati 3. Ya'ni mana nuqtani oladigan bo'lsak 3 0 nuqta. Mana bu nuqtamiz. Eng pasti shu, eng baland esa mana bu 4 u x ga 4 berganimizda 3 bo'ladigan nuqta. Xo'p, qiymatlar yig'indisida biz y lar nazarda tutyapmiz. Shunda y larimiz 3 u 0 yig'indisi 3 ga teng bo'ladi. Bu 25-savolimizning javobi C variantga to'g'ri kelar ekan. Endi do'stlar, tak. 26-savol. X ni qabul qilish mumkin eng katta natural son toping. Bu uchburchak tengsizligidan foydalanamiz. Ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. B plus A dan katta bo'lishi kerak, A plus B dan katta bo'lishi kerak. Shundan foydalanamiz. Xo'p. X plus 5 katta bo'lishi kerak 3x minus 5 dan. X 3x minus 5 katta bo'lishi kerak 5 dan. Va 3x minus 5 plus 5 katta bo'lishi kerak x dan. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, birinchisidan x kichik bo'lishi kerak 5 dan. Bu esa x katta bo'lishi kerak 2,5 dan. Bu esa x katta bo'lishi kerak 0 dan. Demak, 5 dan kichik 2,5 dan katta. Shu oraliqda, ya'ni 3, 4 bo'lishi mumkin ekan. Eng kattasini top degan 4. Tabiiyki 26-javobi 4 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 26 dan keyin 27 kelyapti. Kvadratlar berilgan. Bu 5 ga teng yuzi. Tak. O'rtasida ekan, mana bu kvadratlar berilgan. O'rta mana tenglik deb aytilgan. Demak, bu 5 5 bo'lsa, mana bu 5 5, u holda bu 10 bo'ladi. Bu 10 10, u holda bu 20 bo'ladi. Tak. Uchlarini topa olamiz. Mana bu 3 nechaga teng? X va y koordinatalarga tushiramiz. Yuqorida ham qaragan edik buni. Yana bir marta eslatib o'tib ketyapmiz misol ishlanishini. Xo'p, 5 10 20 35 x y 20. Tamam, bu nuqtaning koordinatasichi. X 5, y 10. Bu nuqtaning koordinatasi x 0, y 5. Uchburchak yuzasidan topish formulasidan foydalanamiz. 1 taqsim 2. 3 ta nuqta 0 5 5 10 35 u 20 midi? Va 0 5. Ko'paytiramiz. 0 100. 100 ga qo'shamiz nechini? 175 ni. Hop.
Endi ayirib tashlaymiz. 25 350 taqsim 2. Javob chiqqan javobni musbatdan olamiz. Bundan buni ikkalasini ayirsak 75. Bundan buni ayirsak 175. 2 ga bo'lamiz. Javobimiz 50. Musbatdan olamiz, chunki yuzda musbat bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi savol 28-savol. 28-savol. 6 burchak yuzi 36 ga teng bo'yalgan BDF uchburchaki yuzini toping. Bu yarmiga teng bo'ladi. Mana bu s taqsim 6, s taqsim 6, s taqsim 6 o'rtasi esa shu 6 burchakka yarmiga teng bo'ladi. 18 bu javob. Xo'sh. Keyingi savol 29. Bu yerda o'xshashlikdan foydalansak ham chiroyli natija chiqadi. Xo'p, mayli. FG kesmaning uzunligini toping deyilgan ekan. FG kesmani uzunligini toping. Tak, SF 6 ga teng, SF 6 ga teng. S ga 7 ga teng. G 5 ga teng. D 6 ga teng mana. FG uzunligini toping, FG uzunligini. Xo'sh, yaxshi, topishga harakat qilib ko'ramiz. Avvalambor mana buni topib olsak bo'ladi. Xo'sh, demak, kesishuvchiga ko'ra jami uzunlikni olardik. Jami 12 bo'lyapti. 5 ga 7 ni ko'paytiramiz va bunga ko'paytiramiz. 7 ga teng bo'lish kerak. Bu jami uzunligimiz 6 + x bo'ladi va buni ko'paytiramiz 6 ga. Shunda bu bilan hisob ketadi. 2 qo'la 14. 14 6 + x, ya'ni x teng bo'ladi 8 ga. Demak, mana bu 8 ga teng ekan. Bu uzunlik nechaga teng shunda? 14. Bu uzunlik esa 12. 14 12 bo'lsa, e'tibor berib turasiz. Mana bu uchburchak A emas, endi bu uchburchak S ED uchburchak tomonlariga e'tibor bering. Uchburchak S ED. SD tomoni 14. SE tomoni 12. ED tomoni 6. Endi uchburchak FSga qaraymiz. FSG tomonlariga 6 7 6 bo'lyapti. Va uchinchisi necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Chunki o'xshashda mana 14 7 12 6 3 6 3 bo'ladi. Sababiki do'stlar, mana bu alfa ikkalasi umumiy hisoblanadi. Ham kattasi uchun, ham kichigi uchun umumiy hisoblanadi. Alfa burchak qarshisida nima yotibdi? Bu yotibdi. Endi mana bu burchak bilan bu mana bu burchak ikkalasi. Xo'sh. Mana bu yerda diagonal o'tkazib yuborsak, mana bu burchagimiz do'stlar. Keling, mana shuni bir beta, buni bir gamma deylik. Shunday qilsak bo'ladi. Xo'p. Mana buni bir o'zi tortib turgan yoyi yarmiga tengligini hisoblab olsak bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu ikkalasini yig'indisi mana bu yerga teng. Beta plus alfa ga teng. Beta plus alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu taraf 2 beta plus alfa. Bu taraf esa mana bu. Qolgan taraf esa 2 alfa bo'ladi. Yo'q, 2 gamma bo'ladi, uzr. 2 gamma. Agar bu 2 gamma bo'lsa, demak mana bu gamma bo'lishi aniq. Agar bu gamma bo'ladigan bo'lsa, alfa gamma bo'lsa, u holda mana beta bo'lishi aniq.
Shundan bilyapmizki, mana o'xshashligidan. Hop, xullas javobimiz 3. 30-savol. 30-savol. Aha. Tekislikka ikkita og'ma va perpendikulyar tushirilgan. Hop. A da to'rtga teng. Xo'sh. ABD. ABD 45 ga teng. Hop. U holda mana bu AB ham 4 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu ham 45 bo'lishi shart. Xo'sh, BAC. BAC 30 ekan. Endi 30 gradus burchak qarshi harakati 4 bo'lsa mana bu, 30 gradus burchak qarshi harakati 4 bo'lsa, mana bu 8 bo'ladi S'da. S'da 8 bo'lsa, Pifagordan A'sini 4 uchiga kelib chiqadi. Xo'sh, bizdan B C orasida masofani top degan, X ni top degan. Endi Pifagordan kosinus teoremasidan foydalansak bo'ladi. Xullas, mana bunaqa uchburchak bo'lib turibdi hozir 4 3. Mana bu 30 gradus degan uchburchak paydo bo'lib turibdi. X kvadrat 4 3 kvadrat 16 ko'paytirib 3 plus 4 kvadrati 16 minus 4 2 ko'paytirilgan 4 kosinus taqsim 2 qisqartirib yuboramiz. X kvadrat 4 ko'paytirib 16 minus 3 ko'paytirib 16. Demak, x teng bo'ladi 4 ga. Javobimiz D varianti. Xo'p, bu nechida? 30-savolimiz D variantiga to'g'ri kelyapti. 31-savolimiz bo'sh bo'lmagan qism to'plamlar sonini toping. Bo'sh bo'lmagan debdi. A bilan B kesishmasi degan nima degani? A bilan B'ni kesishmasi ikkalasida umumiy bo'lganini olishimiz kerak bo'ladi. Ikkalasi A bormi umumiy? Bor, olamiz. B-chi olamiz. B bor. K-chi yo'q-ku. D-chi D olamiz. N-chi N olamiz endi. Tamam, 4 ta ekan. Bo'sh bo'lmagan qism to'plamlar soni nechta? O'zi qism to'plamlar soni bu yerda elementlar soni 4 ta. Qism to'plamlarini topish formulasi 2n, ya'ni 2 ni 4-inchisi. O'zi 16 ta ekan. Bo'sh bo'lmagan qism to'plami desa 16 dan bir ayirib qo'yamiz. Bo'sh 15 ta bo'ladi shunda. 31 javobi B bo'lsa, 32-savolimiz raqamlar 6 dan kichik bo'lmagan 3 xonali 3 ga bo'linadigan natural sonlar nechta? Xo'sh. Buni yana bir hisoblab chiqamiz. Demak, raqamlari 6 dan kichik bo'lmagan 6, 7, 8, 9 3 xonali 3 ga bo'linadigan natural sonlar nechta? Birinchi 666. Xo'p. Bo'linadiganlarni yozib olamiz avvalo. 669, 696, 699, 687 ham tushadi, 678 ham tushadi. Nechta bo'ldi bu? 6 ta bo'ldi. Xo'p, endi 999, 996, 969, 966. Xo'p, 987, 978, 88, 77 lar tushmadi. 6 ta bo'lib berdi. Endi buniki 777 786, 768, 789, 798. 5 ta bo'ldi. 888, 876, 867 va 879, 897. 5 ta 5 ta. 22 ta. Keyingi savolimiz bu Xo'p, rasmda usti ochiq silindr va yarim shar tasvirlangan. Demak, tepa silindr, past yarim shar. Yarim shar hajmi silindr hajmiga teng. Demak, radiusi ham teng buni. Avvalo shuni aytib qo'yaylik. Demak, yarim shar hajmi 4 yarim bo'lgandan keyin 2 ga bo'lamizda. Ya'ni 2 taqsim 3 pi r kub bo'lar ekan. Silindr hajmi esa pi r kvadrat h bo'lar ekan. Pi larni qisqartirib yuboramiz, r kvadratga ketadi. Demak, radius teng bo'ladi 3 taqsim 2 h ga. Balandlikdan 1,5 marta ko'p ekan. Xo'p, AB degani endi balandlikda hozir bu. H 20 sm bo'lsa, shar radiusini toping. 3 taqsim 2 ko'paytirib 20 30. Demak, D javob bo'lyapti 33-savolimizda. Endi radius. Xo'p. Radius degan r barobar AB 2 detsimetr. Detsimetrmi? Bizdan nimada so'ragan o'zi? Santimetr, santimetr.
Tak, keling 2 detsimetr shu 20 santimetr deb yozib yuboraylik. Gap santimetrdan ketyapti-ku. Hop, radius 20 santimetr bo'lsa, jismning radius bilan AB teng bo'lsa, bu to'g'ri kelmayapti-ku bu. Ha. Yaxshi, radius bilan AB teng bo'ladigan bo'lsa, demak buni hajmi teng emas-da endi. Xo'sh. AB ni ichiga teng deyapti, ya'ni radiusi 20 santimetr deyapti. Hop, hop, hop. Jismning to'la sirtini toping. Demak, tepani to'la sirtini topamiz. Bu 20 bo'ladigan bo'lsa tepa. Radius ham 20 ekan. Demak, radius ham 20 bo'lsa, asos 40 bo'ladi. Yaxshi. Sharri to'la sirti 4 pi r kvadrat, yarim sharriki 2 pi r kvadrat yozdik. Buni to'la sirti esa asos. Asos yozib o'tirmaymiz endi bunda, chunki pastki asosi o'sha ketdi. Sharri hisobi bilan faqat tepa asosi hisoblasak bo'ladi. Ya'ni tepa asosimiz pi r kvadrat va yon sirti 2 pi r h. 3 pi r kvadrat 2 pi r h. Radius ham 20 ga teng, bu ham 20 ga teng. Tamam. Pi ni 3 ga 3 ko'paytirilgan 3 20 400 plus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 400. Hop, bu necha? 9 6 15 15 ko'paytirilgan 400. Shuni nima topish kerak buni? Hop, mayli 2 desa 2 dan qilaylik. Mana yerda hammasi santimetr demas ekanda, tushunishim bo'yicha. Chunki juda katta son chiqib ketib qolyapti. Hop, 2 bo'lsa 2. 2 bo'lsa 2. 3 ko'paytirilgan 3, 2 ni kvadrati 4, 2 3 2 2. Buni hisoblasak 36 mi? Va buni hisoblasak 48 mi? 24. Hop, javob necha bo'ladi? 60. 60 yo 70 mi? 9 4 36 xo'sh 3 pi r kvadrat. 4 pi r kvadrat o'zi yarim shar bo'lgancha 2 pi r kvadrat oldik. Tepa pi r kvadrat va atrofi 2 pi r h. Hop, 3 pi r kvadrat bo'ldi, 2 pi r h. 3 ko'paytirilgan pi 3 ga teng, r 2 ni kvadrati 4. Tamom. Radius 2 ga teng. Balandlik 2 ga teng. Hop, 2 ko'paytirilgan 3 r 2 2 8 24. 60 bo'lyapti. Hop. Ikki pi r h. Silindrni yon sirti. Silindrni yon sirti. Tak, buniki yarimi 4 pi r kvadrat, yarim sharri jismning idishning to'la sirtini toping. Demak, asosi 2 pi r bo'ldi bu. 2 pi r kvadrat, tepa pi r kvadrat, 3 pi r kvadrat. 3 3 9 9 ni 4 ko'paytirsak 36. Hop. 2 pi r h. 2 pi r h. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Hop, mayli. Kutib tursin qani. Berilgan idish necha litr suv ketadi debdi. Demak, yarim sharri hajmi 2 taqsim 3 pi r kub edi. Silindr hajmi pi r kvadrat h edi. 2 taqsim 3 litr degani o'zi detsimetr kubda o'zi bu. Hozir joyda ketyapti detsimetr kub. Hop, 2 3 ko'paytirilgan pi r 8 bo'ladi 2 ni kubi. 3 ko'paytirilgan
2 kvadrat 2. 3 lar qisqarib ketadi. 16 plus 8 24. 40. 40 degan javobimiz C variant bo'lyapti. 35 C ga to'g'ri kelyapti. Hop, 34 da nima xatolik bo'lyapti endi? Shuni men tushunmay turibman hozir. Xo'sh. 4pi r kvadrat bu to'la sharri sirti. Endi bizadan yarim shar bu. Yarim shar bo'lgandan keyin bu 2pi r kvadrat bo'ladi. Tepa doiramiz. Usti ochiq deganmi yo'q? Usti ochiq debdi-da. Usti ochiq bo'lsa mana yuzda bo'lmaydi, do'stlar. Usti ochiq bo'lsa yuzda bo'lmaydi, qarang. Yuzda bo'lmagandan keyin boyaga mana pi r kvadrat ketdi bu. Pi r kvadrat ketgandan keyin endi nechini ayblashimiz? 60 dan. Pi r kvadrat 3 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati. 12 ni olib tashlar ekanmiz. 12 ni olib tashlasak 48. Ajoyib. Boshida e'tiborsizlik qilibmiz mana bu. Tilichida o'qib ketdik-ku, tushunib yetmadik. Yaxshi. Xullas, kvadrat tenglama berilgan. Tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlar yig'indisini toping. Tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning barcha. Bitta ildizga ega bo'lish uchun diskriminant 0 ga teng bo'lishi shart. Hop. Hop. Ketdik. Diskriminant 0 ga teng deb ishlaymiz. Diskriminant nima edi? B kvadrat minus 4ac barobar 0 edi. B o'rnida 16. Mana bu b bo'ladi mana bu b. 16 3a minus 2 ni kvadrati minus 4 ko'paytiruv a o'rnida 3, c o'rnida a kvadrat minus 2a barobar 0. Hop, 4 ga qisqartirib yuborsak, bu 4 bo'ladi. Shundan nima bo'ladi? 4 9a kvadrat minus 12a plus 4 minus 3a kvadrat minus 6a barobar 0. 36a kvadrat minus 48a plus 16 minus 3a kvadrat minus 6a barobar 0. Hop, endi 33a kvadrat minus 51a plus 16 barobar 0. Tenglama bitta ildizga bo'ladigan a ning barcha qiymatlari yig'indisini toping. A1 plus A2 yig'indisi 51 taqsim 33, ya'ni 17 taqsim 11. 17 taqsim 11. Yechimga ega bo'lmaydigan a ning barcha butun qiymatlar yig'indisini toping degan ekan. Mana bu do'stlar ming-barobar ikkalasi qo'shib 54 ekan. 54 taqsim 11 ekan. Demak, shu 18 taqsim 11. 18 taqsim 11. Xo'p, yechimga ega bo'lmaydigan degani diskriminant 0 dan kichik. Diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, xuddi shu gap ketadi. Demak, 33a kvadrat minus 54a plus 16 kichik 0 deb ishlaymiz. Xo'sh, endi bular qaysilar bo'lishi mumkin? Diskriminant qilib hisoblashimiz kerak. A ning butun yechimlari nechta degan shu yechimni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Bo'lib o'raylik qani 54 33 ga a plus 16 taqsim 33 kichik 0. Shundan. Demak, 36-savolimizda yechimga ega bo'lmaydiganni top degan. Endi bu diskriminant 0 dan kichik bo'ladi. Xo'sh. Bizda b kvadrat minus 4ac kichik 0 deb ishlaymiz. Hop, b kvadrat 16 3a minus 2 ni kvadrat minus 4a 3 ga teng c a kvadrat plus 2a kichik 0. 4 ga qisqartirib yuborilsa bu yerda 4 qoladi. 4 3a minus 2 ni kvadrati minus 3 a kvadrat 2a kichik 0. Qavs ochib yuborsak 9 4 ko'paytirsa 36a kvadrat minus 48 a va 4 bo'lsa 16 minus 3a kvadrat minus 6a kichik 0. Endi 33a kvadrat minus 54a plus 16 kichik 0 dan. Endi davomidan ketamiz buni. Hop, diskriminant hisoblasak, demak 54 kvadrat minus 4 ko'paytirib 33 ko'paytirib 16 barobar 84. Hop, a teng 54. 84 bu 4 ko'paytirilgan 201 bo'lganligi uchun
2/201 taqsim 2 ko'paytirib 33 deymiz. 27/201 taqsim 33. Ikkinchisi esa shuni minusligi bo'ladi. 27 minus 201 taqsim 33. Taxminan nechaga teng bu? 201 dan necha chiqadi? 201 dan 14 dan katta 15 ga yetmaydi. 14 dan kattaroq hisob chiqadi. Aytaylik. 14 1mi, 14 2mi, 14 3mi? Shu atrofda son chiqadi. Xo'p. 14 ham deb hisoblaylik. 27 ga 14 ni qo'shib, hop, 41 taqsim 33 deb yozib turibmiz. 41 ni nimadir dimchasi bor. Bu yerda endi 13 taqsim 14 bo'lsa, 13 taqsim 33. Shu oralikda nechta butun yechimga ega bo'ladi debdi. Nechta butun son bor mana shu oralikda. Endi bu necha o'zi bu? 1 dan sal katta son mana bu. Bu esa 1 dan kichik. Bitta 1 bo'ladimi shunda? Tak, 7-chi savolimizda, demak, sinuslarni bir tarafga yig'ib olamiz, kosinuslarni ikkinchi bir tarafga. Shunda sinus x, sinus 3x, sinus 5x, kosinus x, kosinus 3x, kosinus 5x. Hop, ikkita chekkani qo'shadigan bo'lsak, 2 sinus 3x, kosinus 2x, plus sinus 3x. Buni ham ikkita chekkani qo'shadigan bo'lsak, 2 kosinus 3x, kosinus x, 2x, plus 1, kosinus 3x. Hop, qavsni tashqari olib chiqib ketamiz. 2 sinus, sinus 3x olib chiqib ketsak bo'ladi. Sinus 3x, 2 kosinus 2x plus 1. Buni ham kosinus 3x olib chiqib ketsak, 2 kosinus 2x plus 1. Hop, sinus 3x dan sinus 3x dan emas, kosinus 3x dan qisqartirib yuborsak, mana bularni. Kosinus 2x teng minus 1 taqsim 2 deb qisqartiramiz. Kosinus 3x bo'lib yuborsak, tangens 3x bo'ladi, barobar 1 ga teng. 2x teng bo'ladi, plus minus 2pi taqsim 3 plus 2pn. X teng plus minus pi taqsim 3 plus 2pn taqsim 2pn ni o'zi. Pn ni o'zi ekan. Xo'p, gradusga olsak, plus minus 60 gradus plus 180 n. Yaxshi, endi bunisi esa 3x barobar pi taqsim 4 plus pn. Pi taqsim 12 plus pn taqsim 3. Gradusga o'girsak 15 gradus plus 60 n. Endi tenglamani minus pi taqsim 2, ya'ni minus 90 dan 180 orasida qiymatini hisoblang degan. Tak, birinchisi n ga 0 bersak. N ga 0 bersak nech chiqadi? 60 va minus 60. Olamiz. N ga 1 bersak. Hop, plusligini olmaymiz, lekin minusligini olsak bo'ladi. Minus 60 plus 80 120 bo'lar ekan. Tayyor. Endi bunda boshqa yo'q chiqmadi. Bunga n ga 0 bersak, tak, nima olamiz? Minus 2 beraylik. 120 bo'ladi, yo oshib ketar ekan. Minus 1 beraylik. Minus 1 bersak, minus 45 gradus. 0 bersak, 15 gradus. 1 bersak, 75 gradus. 2 bersak, 120 plus 135 gradus. 3 bersak, endi bu o'xshamadi endi. Nechta javob chiqdi jami? Jami 7 ta bo'ldimi javob? 7 ta. Hop, tenglamani minus pi taqsim 2 dan pi kesmadagi barcha yechimlarni yondasan hisoblang. Hammasini qo'shib chiqishimiz kerak ekan, bu bilan ketadi. Hop, 120 gradusga bu ikkalasi 90 gradus. 90 120 210 210 ga mana ikkalasi 90. 210 ga 90 ni qo'shsak 300 gradus bo'lar ekan. 300 gradus. Xo'p, keyingi savol. Funksiya x0 a, x0 b nuqtalarida o'tkazilgan urinmalar parallel bo'lsa. Demak, parallel bo'lsa degani x0 a ikkalasini nimalari teng bo'ladi endi bu yerda? K1 va K2 lar teng bo'ladi. K1 nima edi? K1 f shtrix x0, ya'ni a shtrix b teng bo'lish kerak degani. Xo'p, x kubdan hosila 3x kvadrat plus a. Mana shu. Endi bu hosilasi shu bo'ldi funksiyamiz. X o'rniga a va b beramiz. A bersak 3a kvadrat plus a teng bo'ladi 3b kvadrat plus a. Ala qisqarib ketadi-da. Demak, a kvadrat barobar b kvadratga, ya'ni a teng bo'ladi yo b ga, a teng bo'ladi yoki minus 1 ga. Mana shu ikkita varianti bor. Xo'p, yaxshi. U holda f1 ni hisoblang debdi.
F1 ni hisoblang. F ga 1 bersak, demak, bu nima bo'ladi? F ga 1 bersak, x kub, deylik, minus bx plus b deylik. F ga 1 bersak nima bo'ladi? Fx deylik. F ga 1 bersak, 1 minus b plus b. Javobimiz 1 bo'lar ekan. F1 ni javobi 1 bo'lyapti. Endi agar b 2 ga teng bo'lsa, f' 2 ni hisoblang debdi. Agar demak, a bilan b teng emas deganligi uchun do'stlar biz mana olmayapmiz-da. A barobar minus b ni olyapmiz. Shuning uchun shu tarafiga ham bir e'tibor qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, nima deyotgan edik? A minus b bo'lgancha minus bx plus b bo'ldi. Demak, f1 ni top dedik. 38 da f1imiz, demak 1 ga teng bo'lyapti. Va b barobar 2 bo'lsa nimaga teng degan savolga javob beramiz endi. Agar b 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a tayin minus 2 ga teng bo'ladi. U holda fx teng bo'ladi x kub minus 2x plus 2. Tepada shumidi? Mana shu edi. Endi hosil olib x o'rniga 1 qo'yishimiz kerak ekan. Hosil oladigan bo'lsak, 3x kvadrat minus 2. Endi x o'rniga 1 qo'yishimiz kerak ekan. 3 minus 2 barobar yana bu ham 1 bo'lar ekan. Demak, bu ham 1 ekan do'stlar. Ana shunaqa gaplar. Xo'sh, davom etamiz. 39-savolda aytganki, mana bu funksiyamiz. F funksiyamizni 5i b ga teng ekan. Bu funksiyamiz f x 2 bo'lganda a ga teng ekan. A bilan b ni yig'indisi 9 ga teng ekan. Demak, f2 bilan f5 yig'indisi 9 ga teng degani. Endi do'stlar, demak bu bundan ko'rinib turibdiki, o'zaro teskari funksiyalar ekan bular. X bilan y ni o'rni almashtirilyapti-da. O'zaro teskari funksiyaligiga e'tibor qilib turibsiz. X bilan y o'rni almashyapti. O'rni almashyapti, o'zi ekan-ku. Xo'p. Yaxshi. fx ni t deb belgilab olamiz deb bitta hosil olamiz. f'(x) dx barobar t dan hosila 1 dt. O'rniga qo'yamiz endi. 2 dan 5 gacha fx o'rniga t, f'(x) dx o'rniga dt barobar 13,5. T o'zi t kvadrat taqsim 2, 2 5, 13,5. T nima edi? F kvadrat x edi, taqsim 2. X o'rniga 5 beramiz. X o'rniga 5 beramiz va 2 beramiz. Shunda 27 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Hop, 5 bersak f kvadrat 5 taqsim 2, f kvadrat 2 taqsim 2 barobar 27 taqsim 2. Ikkala qisqartirib yuborsak, hop, f5 minus f2. f5 plus f2. Bu 27 ga teng. Bizda mana nimaga teng dedi mana bu ikkalasi? 9 ga teng. U holda buchi 3 ga teng. Yaxshi. f5 plus f2 9 ga, f5 minus f2 3 ga teng. Bitta qo'shib borsak, demak f5imiz teng bo'ladi 6 ga. Shunda f2miz teng bo'ladi 3 ga. Tamam. Bizdan nimani so'ragan? A bilan b ni ko'paytmasi. Mana o'zi f a qani edi? A bilan b ni ko'paytmasi, demak 6 ko'paytirib 3 taqsim 2 9 ekan buni javobi. Birinchisining javobi 9 ga teng bo'ladigan bo'lsa, hop. F 5 bo'lganda. Va hozir b nechaga teng bo'ldi bizda? fb 5 bo'lganda 6 ekan. Mana bu 6 bo'ldi. f2 bo'lgandachi? Hop, 3 bo'ldi menimcha bu. 9.
Ketdi bu. Endi do'stlar qaranglar. Shu yerda bitta qiziq joy bo'lyapti. Mana bu yig'indini hisoblash uchun mana bu funksiya 5/2. Buni ham bilib oldik nechaga tengligini. 6/3 ekan. Bilib oldik 6/3. Xo'p, bizdan savol so'ragan, shuni ikkalasini qo'sh degan. Do'stlar, o'zaro teskari funksiyami 2/5 a? 2 dan 5 gacha degani mana bu yuzani hisobla degani. Mana 2 dan to 5 gacha mana bu yuzani hisobla. Mana bu yuzani hisoblashimiz kerak. Qizil chiziqgacha mana bu. Mana shu egri chiziq trapetsiyani yuzini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Ular shu. Mana bu shunga dalolat qilyapti. Mana bu shuni ko'rsatyapti. Endi bu esa 3 dan 6 gacha teskari bo'lgani uchun bilasiz, teskari funksiya, teskari bo'lgani uchun y o'qiga qarab ketadi endi bu. U mana buni so'rayapti mana. Mana buni so'rayapti. Xullas, mana shu yuzani topishni nima qilishimiz kerak desa, do'stlar, mana bu katta to'rtburchak yuzini olamiz. Katta to'rtburchak yuzi nechaga teng? Bu uzunligi 5 ga teng. Bunaqasiga 6 ga teng. Bo'y va eni 6 ga teng. 5 6 ga 5 30. Shundan ayirib tashlashim kerak mana kichkina uchburchak, mana to'rtburchak yuzini. Necha bu? 2 ko'paytirgan 3. Necha bo'ladi shunda? 30 dan ayiraman 6 ni 24. 24 ekan buni javobi. 40-savolga endi e'tibor qaratamiz. Y barobar x kvadrat parabolaga va ikkita aylana uringan va ikkita aylana o'zaro uringan. Ya'ni S nuqtada debdi. Endi do'stlar, uringan bo'lgandan keyin biz sal qalinroq chizsak bo'larmikin? Sal qalinroq. Xo'p, urinma o'tkazamiz. Shu nuqtadan urinsin. Aynan shu nuqtada urinsin. Sal taxminan shu ko'rinishda. Endi mana bu y1imizni mana o'tkazib olamiz. Mana y1 uringan nuqtasi shu. Xo'p, endi e'tirof qiladigan joyimiz bu perpendikulyar bo'ladi. Mana bu ikkalasi. Mana bu ikkalasi perpendikulyar bo'ladi. Urinma bilan perpendikulyar hosil qiladi. Xo'p, urinish nuqtasining koordinatalari bor. Demak, x1 nuqtada urinyapti va y1. Funksiyamiz y barobar x kvadrat bo'lganligi uchun urinma tenglamasini tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Y barobar demak, y1 ni topish uchun x o'rniga x1 beramiz. Qani topish uchun esa hosil olardik. Demak, hosil olsak 2x bo'ladi. 2x x kvadratdan hosili x1. Tayyor. Demak, biza mana burchagimiz agar alfa bo'ladigan bo'lsa, mana burchak ham alfaligi tushunarli. Bu holda mana 90 bo'lsa, bu beta burchak bo'ladi. Bizning hisobimiz bo'yicha alfa plus beta teng bo'lish kerak hozir 90 ga. Chunki o'zi mana 90 alfa bilan beta yig'indisi ham 90 bo'lishi shart. Xo'p, endi maqsadimiz nima? Maqsadimiz do'stlar, bu yerda mana tangens beta bo'lsa, tangens betani bir hisoblab olish. Hop, mana bu masofani deylik a deylik. Mana masofa a bo'lsa, mana bu esa x1 uzunlik. Tangens betamiz teng bo'ladi a taqsim x1 ga. Xo'p, endi mana bu o'zi aslida do'stlar tangens alfaga teng. Bu yerdan betani topib olamiz. 90 minus beta. Ikkita taraf tangenslar yuborsak, tangens beta barobar tangens 90 minus alfa bo'lganligi uchun bu menimcha kotangens ko'taradi. Tangens betamiz teng bo'ladi kotangens alfaga. Hop, tangens beta nima deb oldik? A taqsim x1 deb oldik. Kotangens alfachi? Kotangens alfa, agar tangens alfa 2x1 bo'lsa, kotangens alfa 1 taqsim 2x1 bo'ladi. 1 taqsim 2x1. A teng bo'ladi. x1 lar qisqarsa 1 taqsim 2 ga teng. Demak, mana bu a 1 taqsim 2 ga teng. Tayyor. Bizdan aynan shuni so'raganda A1 dan O Y1 gacha bo'lgan masofa, ya'ni 1 taqsim 2. Endi agar O1A ya'ni kichik radius.
2/21 bo'lsa O2B, ya'ni katta radiusni top debdi. Xo'p, do'stlar, xuddi shu gap bilan mana bu yerdagina ham urma o'tkazib ishlasak, betam 90, betam tangens beta bo'ladi. Tengda ikkalasi endi. Chunki parallel-ku bular, alfa. Shuning uchun bu yerda ham bemalol 1/2 desak bo'ladi. Mana bu uzunlik nimaga teng desa, bu uzunlik endi x kvadratga teng. X2 ga teng. X2 dedi. Mana shu uchun bitta Pifagorni aylantirib yuboraylik. 1/2 bitta katet, bitta katet x kvadrat. 1/2 kvadrat 1/4 x2 ni kvadrati barobar r kvadrat. Xo'p, bunda ham xuddi shu, demak 1/2 ligini topdik. Bu yerda mana shu mana bu 1/2 va x1 endi r. 1/4 x1 kvadrati kichik r kvadrat. Ayirib yuboramiz. Ikkita Pifagordan keltirib chiqaryapmiz. x2 ni kvadrat x1 kvadrati barobar r kvadrat minus r kvadrat. Xo'p, do'stlar. x1 kvadrat nimaga teng? x1 kvadrat y1 ga teng. Demak, mana bu y1. x2 ni kvadrat nimaga tengsa, y2 o'zi x2 ni kvadrati-da. Ya'ni mana nuqtaning kvadrati agar x2 bo'lsa, y2 bo'ladi. y2 ni topish uchun esa x ni o'rniga x2 ni beramiz. Demak, bu y2 kvadrat bo'lmaydi. y2 barobar r kvadrat. R kvadrat r minus r, r plus r. Xo'p, y2 nima? y2 endi e'tibor qaratib turasizlar, do'stlar. y2 mana bu yerdan bergacha bo'lgan masofa mana. Mana shu yerdan mana shu yergacha bo'lgan masofa y2. Shundan ajratishimiz kerak ekan, y2 dan y1 ayirishimiz kerak ekan. y1 mana bu yerdan bergacha masofa. Nima qoladi desa, mana o'rtadagi qizil hudud qoladi mana. y1 dan boshlab to ana shu yergacha bo'lgan masofa qoladi. Endi buni e'tibor qilasiz. Mana bu yer necha edi bizda? 1/2 edi. Xo'p. y2 dan y1 ni ayirish nimaga teng? O'zi mana bu deylik, y2 miz aslida mana bu ham 1/2 deylik. Bu ham 1/2. Xo'p. Bu yerdan bu yergacha. Demak, y2 miz o'zi r ayrilgan 1/2 desam bo'ladi. y2 ni o'zini. Yo'q, naborot. y2 ni yozishim mumkin. y2 ga 1/2 ni qo'shsam, r ga tengligini yozishim mumkin. y2 ga 1/2 ni qo'shsam, r ga teng. y1 ga 1/2 ni qo'shsam, kichik r ga teng bo'ladi. Mana endi hozir y2 dan y1 ayirishim kerak bo'lyapti. Xo'p, shunda y2 dan y1 ayirsam teng bo'ladi r minus r ga. Xo'p, demak bu r minus r ekan. R minus r. R plus r. Bu ikkalasi ketsa 1 qoladi. Demak, r plus r 1 ga teng. Xo'p. Shunda. Xo'p, shu yerda sal xatolik ketdi chog'i. 1/4 x1 kvadrat r kvadrat 1/4 x1 kvadrati r kvadrat. Ikkalasini ayiryapmiz. x2 kvadrati bu y2, x1 kvadrati bu ha. Qaranglar. y2 mana bu yergacha bo'lsa, o'shanga 1/2 ni qo'shsam, r ga teng bo'ladi. Yo'q, qanday r ga teng bo'ladi? Bu mana tenglik xato-ku bu hozir. Bu tenglik xato hozir. Mana bunday qilsak bo'lar ekan. Demak, mana ikkalasining orasidagi masofa nimaga teng degan savolga javob beraylik, ha? R plus R teng bo'ladi. R plus R ikkalasining orasidagi masofa. Hop, y2 minus y1 ga teng ekan, qarang. y2 dan mana ham 1/2 da, mana uni tepadagi 1/2 mana bu qismini o'chirib, bu yerga ulaversam bo'ladi. Mana uni yo'q deyman. Ana shu. y2 dan y1 ayirsak, hozir r plus r ko'rish ko'tar ekan, do'stlar. R plus r. Demak, y2 dan y1 ayirsak, r plus r ekan. R plus r barobar r minus r, r plus r.
Bu ikkalasi qisqarib ketadi. Demak, r minus r 1 ga teng bo'ladi. Hop, endi bu namunani ayirsak, r minus 2023 barobar 1. Shunda r teng bo'ladi 2024 ga. 2024 degan javob bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tib olamiz. ABCD parallelogram berilgan BH BC bilan teng ekan. BH BCga nisbati EDni ADga nisbatiga teng. BH'imiz x bo'lsa, AD BC 5x ekan. BC 5x. Bu qolgani mana bu yerdan berigacha 4x desam ma'qul bo'lsa kerak. Xo'p, pastda esa edi y bo'lsa, AD 5 ekan. Demak, AE 4y desak, bu ham mosh tushsa kerak. Xo'p, ketdik keyingisi. S'ga 3 ekan, B'si 7 ekan. Hop. Demak, S'ga 3 ekan, B'si 7 ekan. Hop, B'sini biz 5x degan edik. Demak, S'ga taqsim B'si 3 taqsim 7 bo'lsa, S'ga B'sini biz 5x degan edik. 3 taqsim 7 bo'lsa, demak, S'ga o'z-o'zidan 15 taqsim 7x bo'ladi. Mana bu yer 15 taqsim 7x ekan mana bu joyi. 15 taqsim 7x. Xo'p, 4x qolish kerak. Demak, mana bu yer necha bo'ladi? 4x bo'lish uchun 13 taqsim 7x bo'ladi. 28 berish kerak-da surat. 4x chiqish uchun. Hop, ketdi bu yer ham. Endi AL bilan AD haqida gaplashamiz. AL bilan AD. AL AD. AL AD barobar 3 taqsim 7. AD nimaga teng dedik biz? AD haqida gaplashdikmi? AL va AD. ADni gaplashdik. Bu ham boyaga xulosa bilan ishlanar ekan. Demak, mana bu qismi 15 taqsim 7y bo'lsa, bu uch qismi 13 taqsim 7y. Xuddi shuda, endi shu narsani o'zi ketadi. Xo'p, aniqlashtirib oldik. Endi bo'yalgan sohaning yuzini parallelogram yuziga nisbatini toping debdi. Xo'p, mayli. Parallelogram yuzi s barobar, demak, jami o'zi 5x midi? 5x h balandlik ko'paytmasiga teng. Bu parallelogram yuzi bu. Endi bo'yalgan sohaning yuzi. Mana balandligi xullas mana bu yerda h taqsim 2 deb tursak bo'ladi. Hop, mana uchburchakchaning yuzi nimaga teng? S birinchi va S ikkita uchburchak yuzini yig'indisini hisoblashimiz kerak. Hop, asos 13 taqsim 7y h2 bo'lsa, bunisi esa taqsim 2, keyingisi esa 13 taqsim 7x h1 2 bo'lyapti. Ana shu yuzlarning nisbatini topishimiz kerak bo'lar ekan. Barobar. Tak, bu yerda 13 taqsim 7, 13 taqsim 14, 13 taqsim 14 qasini tashqari olib chiqib qo'ysak, y h2 x h1 degan yozuv ketyapti. Xo'p, yaxshi. Bu hammasi yaxshi. Endi bitta narsaga kelishib olishimiz kerak do'stlar. Demak, parallelogram yuzi nimaga teng edi o'zi? Parallelogram yuzi s barobar 5x h ga teng edi. h2 deylik, h1 demas. h2 ikkalasi teng deb olaylik do'stlar. Shunday. Shunda bu mana bu ko'rinishda bo'ladi. 13 taqsim 14 h2 x plus y bo'ladi. X plus y. Asoslari ham umuman teng. Xo'p, 5x bo'lsa, bunaqasiga s barobar 5y h bo'ladi mana. Ikkalasining yuzalari nisbatini bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, S2miz shu jami yuzlarning qancha qismini tashkil qiladi? 13 taqsim 7y h
taqsim 2 ni 2 ga bo'lganimizga teng. Hop, bu bilan buni qisqartirib yuborsak va S2 bilan S solishtiradigan bo'lsak, 5 ko'paytirilgan, ya'ni mana bunaqa bo'lyapti hozir. S taqsim S2 teng 5YH taqsim 13 taqsim 7 YH taqsim 2 bo'lyapti. Bilan bu qisqarib ketyapti-da. Hop, 14 bo'lyapti. Tepaga 70 taqsim 13 bo'lyaptimi shunda? O'zi taqsim 2si ham bor edi yana. Aha. 70 emas, 140 ekan. Tak 10 140. Aha, 140. 140 bo'lyapti. Demak, S2 teng bo'ladi 13 taqsim 140. Mana shu joy 13 taqsim 140 ga teng ekan. Tepa ham shunday 13 taqsim 140 chiqadi. Hop, yaxshi. Demak, 26 taqsim 140 bo'ladimi? 26 taqsim 140. 13 taqsim 70 desak ham to'g'ri keladi javobimiz. Birinchisi uchun, demak, parallelogram yuziga nisbat 13 taqsim 70 bo'lar ekan. Hop, endi ikkinchisi A, B, H, O, L. Qanaqa bo'ladi endi bu? A, B, H, O, L. Beshburchak yuzini parallelogram yuziga nisbatini toping debdi. Beshburchak yuzini parallelogram yuziga nisbatini toping. Xo'sh, yaxshi. Buni ham topishga harakat qilib ko'ramiz. Tak, bitta hozir mana buni necha topganimizni yozib qo'yaylik. 13 taqsim 140 ekan bu yer. Mana bu ham 13 taqsim 140 ekan yuzasi. Yes. Xo'sh, mana shu o'chirib tursak ham bo'ladi. Biz endi mana bu beshburchakning yuzasini hisoblashimiz shart bo'ladi. Mana. O'tkazib olaylik, bu trapesiya hosil bo'ldi mana bu yerda. Xo'sh, mana bu ham yuzani hal qilsak bo'ladi. Buni ham iloji bor. Mana bitta trapesiya yuzasini topsak bo'ladi. Xo'p, trapesiya yuzasi. Demak, bu x bo'lsa mana bu yer. Buni ham hisoblasak bo'ladi. Aytaylik, shuni ikkita uchburchakdan ajratsak qanday bo'ladi? Mana shu bitta uchburchagimiz. Mana bu ikkinchi uchburchagimiz. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi bu. Xo'p, ketdik. Mana endi bu hozir mana 13 taqsim edik. Endi maytda hisoblab beramiz. Bu necha edi o'zi? 13 taqsim 70 17. Mana bu yuzani hisoblasak, bu yuzani ham hisoblay olamiz. Xo'p. Ketdik. Bu yerda o'zi nima edi? X midi? X edi. Mana bu yer esa 15 taqsim 7 Y edi. Ketdik. Tak, balandlik o'sha yana. Demak, S trapetsiyamiz 5XH S1 endi tepadagi uchun X va H taqsim 2. H taqsim 2 bo'lsa 4 bo'ladi endi. Buni solishtirsak, S taqsim S1 5XH hop XH taqsim 4. Bu ketsa tepaga 20. Demak, bu 20 ekan, 20 dan 1 ekan. S 20 ga bo'lganimizga teng ekan mana bu yer. S taqsim 20. Hop, bu-chi? S taqsim 20. Bu S barobar 5YH S2 15 taqsim 7 YH taqsim 2 taqsim 2. Hop, bo'lib yorsak, S taqsim S2 barobar 5YH 15YH taqsim
28. Mana shuni YH bu bilan bu ketdi 3. Tepaga 28 taqsim 3. Demak, bu bet 3 taqsim 28 ekan. Tayyor bu. Bu ham tayyor. Xo'sh. Endi o'shada sal hovni ishq bizda do'stlar. Mana shu ikkita yuza bir-biriga tengmi, teng emasmi? Ikkita yuza bir-biriga teng, a? Yaxshi. O'zi 13 dan 70 midi? 13 dan 70 edi. Xo'p, qancha qolish ikkita yuza? Jami s bo'lsa 13 dan 70 da. Xo'p. Demak, 57 dan 70 qoladimi? 57 dan 70 qoladi. Ikkalasini yig'indisi, mana ikkita yuzani yig'indisi 57 70 bo'ladi. 57 70 bo'lsa, shuni ham 2 ga bo'lamizda, ikkalasi teng-ku mana bu 5 burchak. 57 dan 70 ga bo'lsak, 57 taqsim 140 bo'lar ekan. 57 taqsim 140. Ay. Shunaqa ko'rinishda misollar ishladik do'stlar. Xo'p, endi keyingi savol. Mana bunaqa qilib yurishga hojat qolmadi-da shunda. Qarang, ikkalasi tengligiga e'tibor bermayapmiz. Robotga o'xshab ishlab ketyapmiz. Fikrlash ham kerak bo'ladigan joyi. Ikkalasini yig'indisi, demak, 57 dan 140 bo'ladi. Tak, yaxshi. ABC uchburchakka aylanish chizilgan. MNK nuqtalar aylananing AB, AC, BC tomonlariga mos ravishda urinish nuqtalari. Xo'p. Demak, ABC uchburchakka aylana ichki chizilgan ekan. Hop. Aylanani chizib olamiz. Endi bunga uchburchak chizilgan ekan. Xullas mana shu. Endi ABC uchburchak bu. Mos ravishda AB tomonga M nuqtada urinadi. AC tomonga N nuqtada urinadi. BC tomonda K nuqtaga urinadi. Hop, BK 3 ga teng. BK 3 ga teng. Mana bu 3 ga teng, demak, bu ham 3 ga teng. KS 5 ga teng. Bu 5 ga teng, demak, bu ham 5 ga teng. A BS 60 demak, mana 60 gradus. Hop, uchburchakning yuzasini toping deb. Mana x bo'lsa, bu ham x ligi tushunarli, menimcha. Hop. Keyin MN kesmani toping degan. MN kesmani ham topishga harakat qilib ko'ramiz. Yaxshi. Bitta endi menimcha bu yerda Pifagor kosinus teoremasini foydalanmoqchimiz. 5 plus x kvadrati barobar x plus 3 kvadrati plus 8 minus 2 ko'payt 8 kvadrati minus x plus 3 8 kosinus 60 kirasi 1 taqsim 2 ga teng. 25 10x x kvadrat 6x plus 9 plus 64 minus 8x minus 24 x kvadratlar qisqarib ketdi. Hop, 10x minus 2x bu tarafga 12x bo'ladi. 25 bu tarafga olib o'tilsa, hop, bu o'zi 73, 73 dan ayiramiz 49 ni. 12x barobar 24 mi deymanda? 24. Demak, x teng bo'ladi 2 ga. X 2 ga teng bo'lsa, nimani topishimiz kerak? ABC uchburchak yuzasini. Geronini topamizmi? Xo'sh, 5 7
Yana topib qo'yamiz. Uchburchagimiz tomoni bor. Demak, A teng 7, B teng 5, C teng 8 da. Yarim perimetr P teng 5, 7, 8, 2. 12, 10. Hop, S barobar 10, 10dan 8 ayiramiz, 7 ni ayiramiz, 5 ni ayiramiz. Shunda 10 - 3. Hemen kesma uzunligini toping debdi. Hemen kesma uzunligini topish uchun do'stlar, mana burchak topib olaylik. Bitta mana yarim marta kosinus teoremasini 2 2 ga nisbatan foydalanaveramiz. Xo'sh, bu kosinus teoremasini topish qiyin bo'lmaydi menimcha. Iloji bor. Tak, endi qanday topamiz? Kosinus alfa. Uchburchak yuzi tayyor o'zi. Xo'p, uchburchak yuzi S barobar uchburchak yuzi orqali shu burchak topmoqchimiz. 7 tomoni, mana bu tomon 7, bu tomoni 5. 7 ko'paytirib 5 taqsim 2 sinus alfa. Hop, 10 - 3 edi. Sinus alfa teng bo'lsa, bu bilan bu ketsa 2, 4 - 3 taqsim 7 bo'lyapti. Yaxshi, sinus alfa shu bo'lsa, endi kosinus alfa necha bo'ladi? Kosinus alfa yana 1 taqsim 7 bo'ladimi? 16. Kosinus alfa 1 taqsim 7 bo'lar ekan. Y topish uchun yana kosinus teoremasida foydalanamiz. Kosinus alfa 1 taqsim 7 ga tengligini eslab turibmiz. Hop, 4 4 minus 2 2 2 va 1 taqsim 7. Xo'sh, bu necha bo'ladi? 8, bu ham 8. 8 minus 8 taqsim 7. 8 6 taqsim 7. Y teng 48 taqsim 7. 8 taqsim 7. Xo'sh, demak, navbat 43-savolga yetib keldi. 43-savolda 5 burchak ABC'da berilgan. Xo'sh. Bir, 2, 3, 4, 5. Ha, aytaylik, mana shunaqa ko'rinishda bo'lsin. Birdan bir 5 burchak bo'lgan yo'q-ku. Shu ko'rinishda bo'lsin. Xo'sh, endi A, B, C, D va E bo'lsin. Bular teng ekan. AB, BC, CD, DE. AB 96 gradus ekan. Demak, B mana burchak 96 gradus. Xo'p, C burchak 108, D burchak 108 ekan. Bizdan A ichki burchagini va E ni ichki burchagini toping deyilgan. Xo'sh, nima qilamiz? Deylik do'stlar. Mana buni o'tkazaylik. Teng yo'l burchak bo'ladi. Teng yo'l burchak bo'lsa, uchidagi burchak nechaga teng edi? Mana bu. Uchidagi burchak D 108 gradus edi. Demak, mana bo'ldi. Uchidagi burchak 108 gradus. Asosdagi burchak 36 dan bo'ladi, teng yo'l burchak uchun. Shuning uchun mana bu yer 36 desak bo'ladi. Va buni ham 36 desak bo'ladi. Xo'sh. 108 ligi ma'lum-chi. Keyingisi. Keling, B dan ham o'tkazib ko'raylik, qani nima bo'lar ekan. B dan ham o'tkazib ko'rdik. Xo'p, uchidagi burchagi C. Yana 108 desa, yana demak bu 36, mana bu yer 36 bo'ladi hozir. Va B ham tabiiyki 36 bo'ladi. Uchidagi burchak 108 da. Ya'ni mana bunga misol. Xo'sh, endi mana bu yerda 72 qoladi. Chunki 36 dedik mana burchakda. C burchak 108 bo'lish kerak, 72 qoladi. Xo'sh, mana bu yerda ham 72 qoladi aytgancha. Va qiziq taraf 72 bo'lsa, mana bu yer ham 72 bo'lishi tushunarli. Chunki bu uch burchakni ichki burchagi ham 72 bo'ladi. Bu holda vertikal burchak ko'ra bu burchak ham 72 bo'ladi. Hozir qarang, nimalar bo'lib ketdi. Mana bu uch burchagimiz ham x bo'ladi, 72 72 bo'lgandan keyin
Mana bu burchak 72, bu burchak 72 bo'lgandan keyin mana bu uchburchak B, S va mana bu O nuqta bizga teng olish burchak bo'lyapti yana. Xo'p. Endi mana bu ham x, bu ham x ekan mana bu. Bu yerdan bu yergacha mana bu ham x ekan. Bu ham x ekan. Mana shunday. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana burchak nechaga teng? Mana burchak 60. Chunki B burchak 96 edi-ku. 36 ni ishlatdik. Hop, mana buni hisoblaymiz endi. Mana. Xo'sh, bir tarafi x bo'lsa, endi bu burchak ham x bo'ladi, chunki bu ham 60 gradus bo'ladi endi. Muntazam uchburchak bo'ldi. Bu ham 60, mana bu ham 60 bo'ladi. Muntazam uchburchak. Hop, bu 60, bu 60 bo'lgandan keyin mana bu yer 108 bo'lishi kerak. 38 bo'ladimi shunda? Yo'q, 48 mi? 60 ga 48 ekan uzr. 48. 72, 48, 60. 180 bo'ldi-da shunda. Hop, ikkita teng oluvchi burchak 48 ekan. Demak, bu 48 bo'lsa, ikkita teng oluvchi burchak mana 48 bo'lsa, bu yerda 66 dan bo'ladi chog'i. 132 bo'lishi kerak-da. Demak, 66 va 66. Mana shunaqa qilib amalni taqal qilib yetib keldik. Xo'p, A burchagimiz 60 ga 66 ni qo'shsak 126. E burchagimiz 66 ga 36 ni qo'shsak 102. Ana shunday bo'ldi. Bilalamin. Xo'p, yaxshi. Endi 44-savol, ming bor uzr. Rasmda tasvirlangan deyapti. Shar va kub. Umumiy qismining, sharning kub ichidagi qismi deyapti. Sharning kub ichidagi qismi. Xo'p. Hajmi sharning 1/12 qismi. Kub hajmining 1/16 qismini tashkil qiladi. Demak, mana bu hozir bizda segment bo'lyapti. Segment formulasi va barobar va segment. Demak, sharning qanchasini tashkil qiladi? 1/12 qismini va shar. Xo'sh. Kub hajmining esa shu segment kub hajmining esa 1/16 ni tashkil qiladi debdi. Yaxshi. Muntazam tetraeder va kubning umumiy qismi hajmi muntazam tetraeder hajmining mana bu qismicha. Endi bu ham qism deb qo'yaylik, qism. 1/10 ga teng ekan. Hajmi muntazam tetraederni va muntazam tetraeder tet qilib qo'yamiz, tetraeder 1/10 qismiga, kubi esa 1/20 qismiga teng ekan. Hop. Endi savol. Shar hajmining muntazam tetraeder hajmiga nisbatini toping deyilgan ekan. Shar hajmining muntazam tetraeder hajmiga nisbatini toping. Hop, aytamiz, v sharni topib olamiz. V shar 12 ko'paytirsak 12/16 v kub bo'ladi. V tetraeder esa 10 ni ko'paytirsak 10/20 v kub bo'ladi. Ikkalasining nisbati so'ralgan. Nisbati so'ralsa, demak v shar bilan v tetraederniki v kublarni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Bu 4 ga qisqartirsa tepa 3, past 4, demak 3/4. Bu ham qisqartirsak 1/2. Demak, birinchisining javobi 3/2 bo'lyapti. Xo'sh, 3/2. Agar muntazam tetraederning qirrasi 6/12 ga teng bo'lsa, kub hajmini toping debdi. Yaxshi, mana buni so'ragan o'zi. Tetraederning qirrasi, tetraederning o'zi formulasi 1/10. Tetraeder hajmini hisoblaydigan bo'lsak, panelga tushirardik. Bu ham
Buni ham olardik. Bu A. Mana bu tashqi sig'ilgan aylananing radiusi bo'lganligi uchun A taqsim dosti 3. Hop, endi balandlik bitta Pifagordan topilganligi uchun a kvadrat taqsim 3 ayirsak los 2 taqsim 3a. Balandligi nima bo'ldi hajm? Xo'sh, asosi 1 taqsim 3, asos kvadrati los 3 taqsim 4a kvadrat va 2 taqsim 3a barobar necha edi? 1 taqsim 20. Endi b kub deb turamiz. Kub hajmini toping degan, b kub deb qo'yaylik. Chuqurlashib ketmadik. Xo'sh, mana 20 bilan buni qisqartirsak ketadi. Bu 2 bilan buni qisqartirsak bu ham ketadi. Dos 3 bilan dos ham ketadi. Demak, nima qoldi? Dos 2 a kub taqsim 6. Xo'sh, kubni hajmi shunga teng ekan. Dos 2 6. Xo'sh, bu 6 dos 2 ning kubi, 6 dos 2 ning kubi bu degani endi bu 6 dan 3 ta va 2 dos 2 dan 3 ta. Mana shunday bo'ladi. Mana bitta 6 bilan bitta 6 ketadi. Xo'sh. 144 bo'lyaptimi? 36 ko'paytirgan 4 144. 144 deymiz. Xo'p, keyingi savol. Rasmda doiradan markaziy burchagi alfaga teng bo'lgan sektor qirqib olindi. Rasmda doiradan markaziy burchagi alfaga teng bo'lgan sektor qirqib olindi. Mana. Qolgan qismidan konus yasaldi. Mana. Alfa 60 gradus radius los 2 ga teng bo'lsa, konus hajmini toping debdi. Demak, xo'sh. Radius alfa 60 gradus deyapti. Alfa 60 gradus bo'lsa, u holda bu tarafi 300 gradus bo'ladi. Bitta narsaga e'tibor qilamiz. Shu alfamiz endi 300 gradusimiz. 300 gradusi pi taqsim 3, 65 pi taqsim 3 deymiz. 5 pi taqsim 3 teng bo'ladi 2 pi r taqsim l. Ya'ni hozirgi holatda 2 pi r taqsim 2 pi r taqsim katta r ko'rinishda bo'ladi. Pilarni qisqartiramiz. Bizda endi radius bor. Xo'sh. Radiusimiz nechaga teng edi? 5 taqsim 3 2r 12 bilan o'qisa 6. Radius teng bo'ladi 10 ga. Mana bu 10 ga teng ekan. Bu radiusimizchi 12 ga. Nimani topishimiz kerak? Konusning hajmini. V barobar 1 taqsim 3 pi r kvadrat h. Mana bu formulani bir eslatib o'taylik do'stlar. Alfa 2 pi r l. Ya'ni konusni yoygandagi uchidagi burchagi. Konus yoymasining uchidagi burchagi alfa bo'lsa, 2 pi r asosiy radiusi, l esa yasovchi. Shundan kelib chiqyapmiz. Tayyor formula, shuning uchun yozib ketdik. Xo'sh, endi nima bo'ldi bu? Konus hajmini toping degan. Konus hajmi bo'lsa, chegara bo'ladi. Alhamdulillah. Xo'p, 1 taqsim 3 men bor pi ni 3 deb olganmi? Xo'p, 3 deb olamiz. Pi ni 3 deb olsak ketdi mana bu. R kvadrat. R necha bo'ldi? 100. H-chi. H nechaga teng dedik? Hali H topmabmiz-ku. H 144, 140 dan 100 ayirsak, ildos 44. Ildos 44 degan 2 ildosda 11. Pifagordan keltirib chiqardik. 2 ildosda 11 bo'ladi. Shunda javobimiz 200 ildosda 11. Xo'p, konus eng katta hajmga ega bo'lsa, alfa burchakni va butun qismigacha yaxlitlang degan ekan. Xo'sh, demak konusning hajmi 1 taqsim 3 pi r kvadrat h. Pi bilan 3 qisqartirsak bo'lar ekan, r kvadrat h. H kvadrat plus r kvadrat barobar r kvadrat. Bu yerdan r kvadrat hisoblasak, r kvadrat minus h kvadrat bo'ladi. O'rniga olib kelib qo'yamiz mana bu yerga. Shunda r kvadrat minus h kvadrat ko'paytirgan h. Qavs ocharsak r kvadrat h minus h kub. Balandlikka nisbatan hosil olib 0 ga tenglaymiz.
Shunda r kvadrat minus 3h kvadrat barobar 0. R kvadrat teng 3h kvadrat. R teng ro'si 3h. Demak, bundan xulosa h nimaga teng? R taqsim ro'si 3 ga teng. Mana bu r taqsim ro'si 3 ga teng. Xo'p, bu nimaga teng bo'ladi? Bu endi yana joyga olib borib qo'yamiz. Mana bu yerga r kvadrat o'rniga r kvadrat taqsim 3. Hop, 2 bo'lsa 2r kvadrat taqsim 3. Kichik r o'zi nechaga teng bo'ladi shunda? 2 taqsim 3. Taqsim 3r. Xo'sh, bo'ldi. Menimcha. Endi alfani topishimiz kerakmidi? Alfani butun qismiga chaqirdik. Xo'p, mana bu nechaga teng? 360 gradus minus alfaga teng. 360 gradus minus alfa. Hop, 360 gradus minus alfa nima edi o'z formulasi? 2pr bu yozdik. Taqsim r edi. Mana bu yerda qo'l kelar ekan. Qani r taqsim r teng bo'ladi 2 taqsim 3. Bitta irratsional chiqarib olsak, xulosa 6 taqsim 3 bo'lyapti. Ana shu o'rniga yozamiz. 360 gradus minus alfa barobar 2p. 360 ko'paytirilgan r plus 6 taqsim 3. Bu bilan bu ketsa 360 gradus minus alfa. Tak, ildosi 6 necha gradus bo'ladi? Bu radianda berilgan. 360 bo'lsa, hop, 245 deb degan radianda, gradusga aylantirish uchun 180 ko'paytiramizda bo'lamiz pi ga. 140 nimadir plus 140 gradusga to'g'ri kelar ekan. 120 gradus. Ko'paytirilgan 2p. 3 bilan mana buni qisqartirib olsak bo'lmasmi? 3 deb olgan-ku. 2 p ni 3 deb olgan, 3 deb olsak r taqsim r. Buni nima dedik? R taqsim r 6 ildosi 3. Demak 6 taqsim 3. Buni bu ketadi. 2 ildosida 6 bo'ladi. Endi mana bu gradusda, bu ham gradusda bo'lishi kerak. Shunda 245 ni gradusga aylantirsak, taxminan 180 ko'paytirib pi ga bo'lyapmiz-da. Endi xo'sh, 245 ni shuni 60 gradus ko'paytirib qo'yamizmi? 147 lar gradus bo'lar ekan. 147 gradus bo'lsa, 2 ko'paytirsak, 147 ni 294 graduslar bo'lar ekan. Demak, alfa 66 graduslarga to'g'ri keladi. Xo'sh, demak 2 ildosida 6 radianda, gradusda taxminan 294 gradus bo'ldi. 66 degan javob. Tugadi.